Assalomu alaykum hurmatli Audio Tapteka dasturi foydalanuvchilari. Bugungi videomizda dasturimizning yangi 47-versiyasiga qo'shilgan imkoniyatlar bilan tanishib chiqamiz. Ushbu yangilanishda dorixona xodimlari uchun ish jarayonini yanada qulaylashtiradigan bir nechta yangi funksiyalar qo'shildi. Bugun ular bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Dasturimizdan savdo oynasiga kirib olamiz. Birinchi yangiligimiz filiallar aro dori qidirish qo'shildi. Dori qidirish maydoni yonida yangi tugma qo'shilgan. Mana shu tugmani bosganimizdan so'ng ekranda dorilarni filiallardan qidirish oynasi ochiladi. Endi ushbu oyna orqali kerakli dorilarni boshqa filiallardan ham qidirishimiz mumkin. Agar dorining to'liq nomini bilsak, uni qidiruv maydoniga kiritamiz va izlash tugmasini bosamiz. Tizimga kiritilgan nom bo'yicha mos keladigan dorilar chiqib beradi. Dorining to'liq nomini bilmasak ham bu funksiyadan foydalanishimiz mumkin. Masalan, Kupen dorisini yozsak va izlash tugmasini bossak, dastur bizga Kupen qatnashgan barcha ro'yxatlarni chiqarib beradi. Ko'rib turganingizdek, tizim kiritilgan so'zga mos keladigan dorilarni topib berdi. Endi ro'yxatdan kerakli dorini tanlaymiz. Kupen gel. Mana. Ekranning pastki qismida ushbu dorining qaysi filiallarda mavjudligi haqida batafsil ma'lumotlar ko'rsatiladi. Bu yerda filial nomi, telefon raqami, yaroqlilik muddati, qoldiq miqdori, savdo narxi va filial manzilini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shunday qilib, kerakli dori o'z filialingizda mavjud bo'lmasa ham, savdo oynasidan chiqmasdan turib, boshqa filiallarda mavjudligini bir necha soniya ichida tekshirishingiz mumkin. Agar dorini to'liq nomini biladigan bo'lsangiz, darhol filiallarni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, dorini to'liq nomini bilsak, Kupen tabletkasi mana. Dorini to'liq nomini bilib turib, Kupen tabletkasini belgilab va izlash tugmasini bossak, qaysi filiallarda borligi chiqadi. Shunday qilib, kerakli dori o'z filialingizda mavjud bo'lmasa ham, savdo oynasidan chiqmasdan turib, boshqa filiallarda mavjudligini bir necha soniya ichida tekshirishingiz mumkin. Ikkinchi yangiligimiz esa savdo oynasi ko'rinishini o'zgartirish. Bu yerda savdo oynasini ko'rinishini o'zgartirish uchun sozlamalar bo'limiga kirib olamiz. Bu savdo oynasi ko'rinishini foydalanuvchiga qulay tarzda sozlash imkoniyatini beradi. Sozlamalar oynasidan umumiy sozlamalar bo'limiga kiramiz. Bu yerda savdo oynasi ko'rinishini bo'limini ko'rishimiz mumkin. Agar vertikal ko'rinishni tanlasak, savdo oynasi vertikal shaklda ishlaydi. Agar gorizontal ko'rinishni tanlasak, savdo oynasi gorizontal shaklga o'tadi. Mana ko'rib turganingizdek, savdo oynasi gorizontal shaklga o'tdi. Agar vertikalni tanlasak, vertikal ko'rinishga o'tadi. Shu orqali har bir foydalanuvchi o'ziga qulay bo'lgan savdo oynasi ko'rinishini tanlashi mumkin. Uchinchi yangilik interfeys tilini o'zgartirish. Bundan tashqari umumiy sozlamalar bo'limida interfeys tilini ham o'zgartirish imkoniyati mavjud. Buning uchun qo'shimcha sozlamalar qismiga e'tibor beramiz. Bu yerda interfeys tili bo'limi mavjud bo'lib, unda o'zbekcha yoki ruscha interfeysni tanlashimiz mumkin. Interfeysini o'zimizga qulay tilga moslashtirishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.